Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuş qilishimiz qanamızda diqqətinizlər ekranımız olsun. Beijingdə Xitayğa qarşı namoyish yuz berdi. Fransiya Xalqaro Radiosuning 14 iyuldagi xabarda bildirilishicha, Beijingdagi virus yuqumi ijtimoiy ziddiyatni kuchaytirib, saqchilar bilan fuqarolar to'qinishdi. Beijingning Daxing Shixongmen bozori yuqori xatarlik rayondan o'rta xatarlik rayonga o'zgartirilgandan keyin Xitoy doiralari aholilarning kirish-chiqish kartasini almashtirishni qaror qilgan. Bir kartning bahosi 30 yuan bo'lib, aholilarning noroziligini qo'zg'agan. Xitoy doiralari mazkur rayondagi xalqdan 7-oyning 10-kundan 13-kunigacha kirish kartasini o'zgartirishni talab qilib, har bir odam cho'qim 30 yuan to'lashi kerakligini, agar karta yutib ketsa almashtirish uchun 100 yuan e'lindiganligi, guvohnomasi yo'q aholilarning uyga qaytolmaydiganligini yoki sirtqa chiqolmaydiganligini e'lon qilgan. Bu tadbir yerlik aholilarning ko'chalarga chiqib e'tiroz bildirishiga sabab bo'lgan. Ular kirish-chiqish kartasi haqida doirlarning fuqarolarni qaqti-so'qti qilayotganligini bildirib, nurg'un kishilar tekshirish punkti qorovulxonasiga to'plashib, saqchilar bilan to'qinishgan. 7-oyning 13-kunda tarqatilgan sinda ko'rsatilishicha, zo'r turkumdagi yosh va o'rta yosh namoyishchilar Shixongmen bozoridagi bir ko'chada tekshirish punktidan bosib o'tmoqchi bo'lgan. Shundaqla xalq kirish haqqi 30 yuan, kirish haqqi 30 yuan deb varqirashgan. Yana bir sinda ko'rsatilishicha, saqchilar bilan omma to'qinishgan bo'lib, ba'zi namoyishchilar saqchilar odam urdi deb tovlagan. Xitoy Lockheed Martinga jazo yurgizdiganligini e'lon qildi. Valkochisi jurnalining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy Tayvanga boshqariladigan bomba setish savdosidagi asosli huddigar Lockheed Martinga jazo yurgizdiganligini e'lon qildi. Bloomberg va Reuters agentligining xabariga qaraganda, Xitoy seshanba kuni Amerikaning Tayvanga havo mudofaa boshqariladigan bomba setishni tasdiqlaganligiga qarshi qurol setishdagi asosli huddigar Lockheed Martin shirkati LMTga jazo yurgizdiganligini e'lon qilgan. Amerika Davlat ishlari mahkamasi oldingi hafta Tayvanga 620 million dollarlik qurol setish planini tasdiqlagan edi. Lockheed Martin shirkatining yillik dokumentida Xitoy degan so'z tilga ilinmagan bo'lsa-mu, ammo FactSet Research'ning mo'ljallashicha, Lockheed Martin shirkatining kirimining taxminan 2% Xitoy bozoridan keldi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Lockheed Martin shirkatining Xitoydagi savdosi hamda manfaatini cheklash orqali jazolashni qaror qilgan. Amerikaning Gollandiyadagi bosh elchisi Gollandiyadagi Uyg'urlar bilan jam bo'ldi. 13-iyul kuni Amerikaning Gollandiyada turishliq bosh elchisi Peter Hoekstra apandi Gollandiyadagi Uyg'ur faoliyatchilari va Uyg'ur jamoati bilan ko'rishib, Uyg'urlarning navbatdagi ahvolini angladi. 13-iyul kundagi bu uchrashuv faoliyatini Gollandiyada yangidan qurilgan Uyg'ur kishilik huquq fondi bilan Gollandiya Sharq Turkiston ma'rif jamiyati tashkillagan. Uyg'ur kishilik huquq fondining boshlig'i Ablat apandining bildirishicha, Uyg'urlar dengiz sohilidagi uchrashuvda Amerika bosh elchisini qizg'in kutib olgan. Faoliyat boshlangandan keyin oldi bilan Uyg'ur kishilik huquq fondi tarafidan Amerika hukumatiga yozilgan tashakkur xati o'qib o'tilgan. Bu xatni mazkur jamiyatning a'zosi Gollandiyada qonun fanlarida o'qiyotgan o'quvchi Ahmadjon o'qib bergan. Tashakkur xatida Uyg'ur jamoatining yaqinda Amerikada ma'qullangan Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuniga bo'lgan minnatdorligi bayon qilingan. Bo'libmi Uyg'urlarni bostirishda javobgarligi bo'lgan Xitoy amaldorlariga qarata texmi unumlik amaliy tadbirlarning elinishiga bo'lgan umid va orzulari ifodalangan. Tashakkur xati o'qib o'tilgandan keyin bosh elchi Peter Hoekstra apandi so'zga taklif qilingan bo'lib, Peter Hoekstra apandining so'zlari naq maydonda Uyg'ur tiliga tarjima qilingan. Bosh elchi Peter Hoekstra apandi Amerikaning yaqinda ma'qullagan Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonunini qarshi oldiganligini bildirgan. U Gollandiya hukumatining Uyg'urlar haqida bu xil qonun loyihalarini o'tirg'i chiqarishini umid qilganligi va buning uchun o'zining tirishchanlik ko'rsatganligini bildirgan. Peter apandi so'zda yana Donald Trumpning Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuni imzolaganligi va Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'dash yo'lida tirishchanlik ko'rsatganligidan intayin xushalman ham nihoyatda mamnunman. Amerikaga o'xshash Gollandiya hukumatining Uyg'urlarning yendi turishini umid qilaman. Buningdan burunmi men bu yerdagi Uyg'urlar bilan tanishib, yaqin do'stlik o'rnatgan edim. Men bu yerda Amerikaning qimmat qarashini qo'llayman. Mening vazifam shu.
Bu nuqtada Gollandiya hukumatining Uyg'urlar haqida qonun ma'qullashi uchun hamkorlik qilyapmiz. Amerika bilan Gollandiya o'z an'analari bo'yicha ezilgan xalqlar va huquqi tortib olingan millatlarning yanida turadi. Shundaqla ular uchun ovoz chiqarishni o'zining majburiyati deb qaraydi. Biz bu xususda zimmamizga tushgan vazifamizni ado qilamiz deganlarni bildirdi. U so'zida o'zining 12-iyul yakshanba kuni Gollandiya poytaxti Amsterdamning Dam maydonida yolg'iz kishilik namoyishchi Abdurahim G'inining tutqundagi Uyg'urlar va ularning oila a'zolari haqidagi foto suratlar ko'rgazmasini ziyorat qilganligini alohida tilga ilib o'tgan. U Abdurahim G'inining faoliyatini maqtagan, shundaqla sorundagi Uyg'urlarning tutqundagi Uyg'ur qarindoshlari haqidagi bayonlarini anglagan. Sharq Turkiston Nuzugum Kültür va Aile Jamiyati 14-iyul kuni Nuzugum Jamiyatining igdorchiligida tarbiyalanayotgan Ishpara qizlar ta'lim-tarbiya uyidagi qiz o'quvchilar va Nuzugum Jamiyatida xizmat qilayotgan xonim-qizlardan tashkillangan 20 kishilik bir guruhini İstanbul Shirinevlar rayonidagi Vatan tarbiyalash kurs markaziga elib berib, bu yerda Sharq Turkiston davosida xolisona va mas'uliyatchanlik tuyg'usi bilan xizmat qilayotgan xonimlarning leksiyasiga qatnashtirdi. Leksiya tushdan burun soat 11 da boshlanib 12:20gacha davom qilgan bo'lib, leksiyaning asosli temasi oldi bilan o'zining ondan keyin boshqalarning haqiqiy mohiyatini tunib muomala qilish. Yo'l tanlaganda, kasb yoki biror ish tanlaganda uning mohiyatini bilib tanlash. Qarg'ularcha yoki hissiyot bilan hamroh, do'st, sabtash tanlash, qarg'ularcha yo'l va ish tanlashdan kelib chiqadigan vaqt, zehn, kuch va sarmoyadan saqlanish uchun har ishni o'zim sinab, o'zim bilginimcha qilib boqay deyishni tashlab, bu sohada qo'lga kelgan ishonchlik tajribalardan foydalanish, aqidasi, ideologiyasi sog'lom insonlarning tajribasidan foydalanish orqali qisqa vaqt, oz kuch va sarmoya bilan nishonga yetish yo'llari haqida atrofli ma'lumotga ega qilindi. Angliya Xitoyning Huawei shirkatini cheklaganligini jakarladi. 14-iyul seshanba kuni Angliya hukumati Xitoyning Huawei shirkatini cheklaganligini rasmiy jakarladi. CNN televiziyasining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Angliya texi bu yil 1-oyda Huawei texnika shirkatining davlatning darajadan tashqari tiz simsiz ul aslaha qurilishida cheklik darajada rol o'ynashiga yo'l qo'ygan. Biroq uning bu qaroridan biroqli voz kechishi kuchli diqqat qo'zg'adi. Angliya hukumati bu sababli Vodafone va BT Gov qatorliq aloqa shirkatlariga mavjud bo'lgan Huawei uskunalarini 5G to'ridan chiqarib o'tish uchun 2027-yilgacha muhlat bergan. Ma'lum bo'lishicha, Angliyaning digital va madaniyat ministri Oliver Dowden bu haqdagi bayonotida Amerikaning bu yil 5-oyda Huawei shirkatiga yurgizgan jazosining Angliyaning bunda qaror elishiga ta'siri cho'ng bo'lganligini, bu jazo bilan paydo bo'lgan aniqsizlik tufaylidan Angliyaning hamda Huawei shirkatining bexatarligiga ishonch qilolmaydiganligini aytdi. Bu qaror Angliyada 20 yildan beri tijorat qilayotgan Huawei uchun ig'ir zarb bo'lib hisoblandi. Yevropa bu shirkatning muhim bozori bo'lib, bulturqi setish summasining 24%ni Yevropa egallaydi. Huawei shirkati Angliyaning qaroridan to'liq afsuslanganligini bildirgan. CNN televiziyasining xabarida aytilishicha, bu qaror Trump hukumatining zo'r g'alabasi ekan. Chunki Amerika Trump hukumati yaqinqi oylardan buyon g'arbdagi ittifoqdosh davlatlarni Xitoydek nazorat davlatiga tabe bo'lgan Huawei shirkatini 5G tor sistemasiga kirgizish Amerika va Yevropaning bexatarligiga zo'r tahdid deb ogohlantirib kelgan. Xitoy rejimi Angliya bu vaqtdagi qarorini jakarlashdan burunla Angliyani Huawei'ni cheklagan taqdirda oqibatining yaxshi bo'lmaydiganligi haqida ogohlantirib kelayotgan edi. Shunga Angliyaning bu qarorining Xitoyni qattiq norozi qilganligi mo'ljallanmoqda. Xitoyning Qozog'istondagi elchixonasi pnevmoniya kasaliga oid ogohlantirishini o'zgartirib olgan. Yaqindan buyon dunyoning bir qator ommaviy axborot vositalarida Xitoyning Qozog'istonda turishliq bosh elchisi Jang Shaoning Qozog'istonda tarqalayotgan pnevmoniya, ya'ni o'pka yollig'i to'g'risida chiqargan ogohlantirishi kuchlik bas-munozir qo'zg'adi. Bu haqda eng dastlab Qozog'iston matbuotlari xabar tarqatgan edi. Informatsiya byurosi axborot agentligida e'lon qilingan Xitoy elchixonasi Qozog'istondagi noma'lum pnevmoniya kasali to'g'riliq ogohlantirdi. Qozog'iston Sahiyya ministrligi axborotni inkor qildi nomli maqolada aytilishicha, Xitoy elchixonasi o'z to'ri orqali Qozog'istondagi Xitoy fuqarolarini noma'lum pnevmoniyadan saqlanishga chaqirgan ekan. Ogohlantirishda bu kasallikning iyun oyining o'ttirlaridan tortib mamlakatning ba'zi rayonlarida xeli kuchayganligi,
ham uning yuqumlanuvchilarni Xitoy virusidan ko'p o'limga elib keldiganligi aytilgan. Hatto ba'zi Xitoy analizchilari bu kasallikning Xitoyga tarqalishining oldini olish uchun tez arada choralar qo'llanish zarurligini o'ttirg'a qo'ygan bo'lib, bu masala Xitoy taratqularida cho'ng talash-tartish qo'zg'agan ekan. Qozog'istonning Ozodlik ruhi agentligida e'lon qilingan Seydqazin Ardaqning bosh elchi Jang Shao Qozog'iston hukumatidan Xitoy fuqarolarining bexatarligini kafolatlantirishni iltimos qildi nomli maqolasi ko'rsatilishicha, Jang Shao Qozog'iston Sahiyya ministri Aleksey Tisoy bilan bo'lgan telefon so'zida Xitoy fuqarolarining salomatligini va bexatarligini ta'minlash iltimosi qilgan. Ular shundaqla Xitoyning Qozog'istonga ko'rsatayotgan insonparvarlik yordamini va Qozog'iston hukumatining Xitoy virusining tarqalishining oldini olish maqsadida ko'rayotgan choralarni muhokama qilgan. Taraflar yana virusga qarshi choralarni obyektiv holda yuritishning muhimligini, axborot manbalarining Qozog'istondagi pnevmoniya to'g'riliq xato tushuntirishlarga yo'l qo'yilmasligi kerakligini ta'kidlagan. Egilishimizcha Xitoy elchixonasining pnevmoniyani yangi bir virus deb dunyoga jor selishi Qozog'iston tarafni buningga tez arada raddiya berishga majburlagan ekan. Navbatda Xitoy o'zining dastlabki xabariga o'zgartirish kirgizgan bo'lib, bu vaqtdagi talash-tartishlar Jas Alash gazetida e'lon qilingan. Xitoy elchiligi Qozog'istonda kuchaygan pnevmoniya to'g'riliq xabariga o'zgartirish kirgizdi degan maqolada tilga ilingan. Maqolada mundaq deyilgan: Xitoyning Qozog'istondagi elchiligining xabardan keyin dunyo matbuotlari diplomatiyalik xizmatga izoh berib, Qozog'istonda noma'lum pnevmoniya tarqalyotdi. Uningdan o'lganlar soni Xitoy virusi qurbonlaridan xeyli ko'p degan xabar tarqatishga boshlagan. Shuningdek, Xitoy elchiligi xabariga o'zgartirish kirgizib, pnevmoniyaga oid qo'llanilgan yangi va noma'lum degan so'zlarni elib tashildi. Buningga qo'shib, hozir kasaldan o'lib ketayotganlar ko'p degan ma'nodagi iborami elib tashlangan. Turkiyada 15-iyul harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'ashga urinish qilmishini xotirlash programmalari o'tkazildi. Fathullahchi terrorlik tashkilotining harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'ashga urinish qilmishining yuz berganiga bugun dal 4 yil bo'ldi. Xoinlarcha urinish bostirilgan kunni Turkiya 4 yildan buyon demokratiya va milliy birlik kuni sifatida tabriklab kelmoqda. Turkiya 15-iyul g'alabasining 4-yilida vatan va bayroq uchun qilcha ikkilanmasdan shahidlikka yurgan shahidlarni sig'inish ichida xotirlaydi. Turkiya Cumhuriyeti Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdo'g'an 15-iyul programmasini Cumhur Raislik Mahkamasi oldidagi 15-iyul xotira teshig'i gulchambarak qo'yish bilan boshladi. Turkiya Buyuk Millat Majlisida o'tkazilgan 15-iyul shahidlarni xotirlash faoliyatiga ishtirok qilgan Cumhur Rais Erdo'g'an orqadan shahidlarning oila tavobiatlarini Cumhur Raislik Mahkamasida kutib oldi. 15-iyul Demokratiya va Milliy birlik kuni doirasida bu yil davlat ichida ministerliklar va davlat idora organlari 1609, universitetlarda 521, ijtimoiy kuchlar boshqarishidagi organlar 108 bo'lib, jami 2238, chet ellarda bo'lsa 752 ayrim faoliyat o'tkazildi. Bu munosabat bilan Cumhur Raislik Sarayi bayonotchisi İbrahim Kalın 15-iyul bayonot e'lon qilib, demokratiya va erkinlikni qo'g'dashda qat'iy qarorga ega ekanliklarini bildirdi. İbrahim Kalın mundaq dedi: Fathullahchi terrorlik tashkilotiga qarshi kurashda qonunning muqaddasligi va asosiy haq-huquq, erkinliklarni qo'g'dash prinsiplariga bo'ysungan holda davlat ichidagi tashkilot qurilmasini aniqlab, a'zolarini adil sotlash ishlari qat'iylik bilan davomlashmoqda. Mustaqil sud mahkamalarida hisob so'ralmoqda. U imperialist kuchlarning pichkisi bo'lgan din va ma'arif nomi ostiga yoshiringan xoin Fathullahchi terrorlik tashkilotining maqsadiga yetolmaganligini, xalqning bu kurashda texmi kuchayganligini bildirib, ikkinchi qatim Turkiyaning beshiga bundaq musibatning kelmasligi uchun ittifoqlik va barobarlik ichida xizmat qilishni davomlashtiradiganliklarini eskartdi. Bu munosabat bilan Turkiyada faoliyat olib berayotgan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulloh O'g'izxon apandimi Sharq Turkiston xalqining Turkiya xalqi bilan har doim birga ekanligini, 4 yil burun yuz bergan xoin harbiy o'zgarish qo'zg'ash urinishini ayiblaydiganligini, shundaqli bu harbiy o'zgarishga qarshi butun Turkiya xalqining birlikda g'alaba qilganligini tabriklaydiganligini bildirib, bayonot e'lon qildi. Xitoy Amerikani aybladi. Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlarini Xitoy bilan Janubiy Osiyo ellari o'rtasida surkilish paydo qilish bilan aybladi. Xitoyning Washington elchixonasi tarafidan bu haqda e'lon qilingan bayonotda Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning
Amerikaning Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi faoliyatlariga aloqador bayonotida Beijing hukumatining va boshqalarining Janubiy Xitoy dengizida tinchlik va muqimlik o'rnatish tirishchanliklarini ko'rmasga solganligi va haqiqatlarni burmalaganligi ilgari surilib mundaq deyildi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu kelishmasliklarning bevosita ichidan o'rin olgan bir davlat emas, lekin masalaga aralashishni davomlashtirmoqda. Muqimlikni qo'g'dashni bahona qilib haybi ko'rsatmoqda, surkilishni avj oldirib o'tmoqda va rayondagi o'zaro qutblashishlarni o'ttirg'a chiqarmoqda. Pompeo tunugun e'lon qilgan bayonotida Amerika Qo'shma Shtatlarining Xitoyning xalqaro jamiyat tomonidan qabul qilingan suv tavalligining sirtidagi butkul haq talab da'volarining qonunsiz ekanligini bildirgan edi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning Janubiy Xitoy dengizining ko'p qismidagi dengiz halqigan haq talab da'volarining butunlay qonunsiz ekanligini hamda o'z oldig'ida irodasini rayonga tangadigan qonuniy asosning yo'qligini ilgari surgan edi. U 3-iyul kuni Twitter sahifasida e'lon qilgan bayonotida Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi harbiy manevrlarni odatdan tashqari darajadagi ig'vogarchilik harakatlari deb atagan. Hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining Beijing hukumatining Janubiy Xitoy dengizidagi qonunsiz haq talab da'volariga qarshi ekanligini bildirgan edi. Yana bir tarafdan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi 9-iyul kuni e'lon qilgan bayonotida Xitoy-Amerika munosabatlarining boshdan tortib hozirgacha eng jiddiy sinoqlarga duch kelganligini eskartish bilan bir vaqtda Washington hukumatining Xitoyga qarshi texmo tarafsiz va so'g'oqqan ong shakllantirishi lozimligini aytgan edi. Ozarbayjon-Armeniya chegarasidagi keskin to'qinish davomlashmoqda. Ozarbayjon-Armeniya chegarasida davomlashayotgan to'qinishda Ozarbayjon armiyasining bir yuqori darajalik leytenanti shahid bo'ldi. Ozarbayjon Davlat Mudofaa ministrligining bayonotida chegaraning Tovuz rayonida tunugun boshlangan to'qinishlarning kechichi davomlashganligi bildirildi. To'qinishda Ozarbayjon armiyasining bir leytenantining shahid bo'lganligi bildirildi. Ozarbayjon armiyasining kechichi zambirak, minomyot va tanki bilan Armeniya armiyasiga tava istehkomlarini, zambirak batareyasi va avtomobillarini pochaqlab tashlaganligi qayd qilindi. Bayonotda Armeniya tarafining o'lgan askarlarga munosabatlik uchurlarni yushirayotganligi ta'kidlandi. Vaziyat Ozarbayjon armiyasining kontrolligida ekanligi, dushmanga qarshi jazo tadbirlarining ishga oshirilganligi uqtirildi. Ministerlik Armeniya armiyasiga tava bir istehkomga qilingan hujumning uchquchsiz aeroplan orqali tortilgan ko'rinishlarini ham baharladi. Armeniya armiyasi tunugun chegaraning Tovuz rayonida Ozarbayjon istehkomlariga to'p etib hujum qilishga uringan va Ozarbayjon armiyasi tegishlik javob qaytargandan keyin ig'ir yo'qotishga uchrab chekingan edi. To'qinishda Ozarbayjon armiyasidan 3 askar shahid bo'lgan va 4 askar yaralangan edi. Turkiyada virus bilan yuqumlanganlar soni 1000 kishining ostiga tushdi. Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar soni oradan 33 kun o'tgandan keyin qaytadan 1000 kishining ostiga tushdi. Yaqinqi 24 soat ichida Xitoy virusi sababidan qazo qilganlar soni 20 ga tushdi. Shuning bilan Xitoy virusi o'ttirga chiqqandan buyon qazo qilganlar soni 5402 ga yetdi. Bu jarayonda 43231 kishi tekshirildi. Bulardan 992 kishida virus payqaldi. Mushu 24 soat ichida saqayib doktorxonadan chiqqan 1049 kishi bilan qo'shilib, saqayganlarning umumiy soni 196720 kishiga yetdi. Xitoyda yuz bergan kelkundan kelib chiqqan ziyon 12 milliard dollarga yetdi. 7-13 kuni Xitoy Jiddiy ishlar boshqarish ministrligining bildirishicha 6-oydan boshlab qattiq yoqqan yomg'ir sababidan kelib chiqqan kelkun 38 million insonga ta'sir ko'rsatgan. Buning ichidagi 2 million 240 ming kishi uy makonidan ayrilgan. Hozirgacha 141 kishi tepilmagan va yoki o'lgan. Xitoy doiralarining bildirishicha hozirgacha bu kelkundan kelib chiqqan ziyon 12 milliard Amerika dollariga yetgan. Kelkun ta'sir qilgan rayonlar Anhui, Chongqing, Fujian, Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangxi, Sichuan, Zhejiang qatorliq rayonlar bo'lgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishga sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.